Assalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarım. Biz yıllardan beri Uyghur biz kanalı arkalık Xitay tajovuzchilarına karşı vatanimiz, xalqimiz üçün, Allah rızası üçün her xil faaliyetlerini ve siyasi hizmetlerini onun bilan birlikte teşviqat hizmetlerini ipkiyotgan edik. Uyghur biz kanalını kuruşumuzdaki maqsadimiz xalqimizning meyli vatan ichida, meyli vatan sirtida öz milliy kimligimizni qo'g'dash, Uyg'urga loyiq şekilde dinimizni qo'g'dash, izzat obro'yimiz bilan Uyg'urda yashash uchun o'zimizning Uyg'ur ekanligini xotirlash uchun bu ism bilan davom qilgan edik. Va bu xizmatlarni qilish jarayonida egallagan tajribalarimiz orqali, imkoniyatlarimiz orqali texmo taraqqiy qilgan, texmo yuqori saviyada, texmo ma'nilik va mazmunliq ba'zi xalqarodagi vatanimizga munosabatli siyosiy masalalarni va qiziq nuqtalarni, uningdan boshqa xalqimiz ichidagi siyosatga qiziqayotgan har xil faoliyatchilarni va siyosiy tashkilot rahbarlarini ekranga olib chiqish orqali va ba'zida har xil kitoblardan va materiallardan tor dunyosidan material to'plash orqali xalqimizga xizmat qilishga tirishib kelgan edik. Oldi bilan Alloh subhanahu va taolaning rahmati va yordami bilan uningdan keyin xalqimizning har jihatda qo'llab-quvvatlab bizni rag'batlantirganligi uchun biz 5-6 yildan beri bu xizmatni davom qilib keldik. Allah'ın aldı bilen bunun kiyimmi taki vatanimiz Şarkı Türkistan mustaqil bulup biz öz hürlükimizge, izzetimizge erişken kadar ya ki Allah subhanahu ve taala bu can amanetini algan kadar bu hizmetimiz devam kıldı. Dünya kanuniyetinde her kandak bir siyasetçi veya ki her kandak bir cemiyet, teşkilat hatta devletlermi kino artistleri, nakş çolpanlarımı öz halkının koldaşı ve yardımı bulmasından herkes mevcut bulup turanmaydı, terakki kılanmaydı. Bugünkü cemiyetimizde bazı bir kısım kimliki iniq bulmagan, nadan, cahil kişiler tarafından Allah yolunda vatan halk için küreş kılış için atlangan bazı faaliyetçilerimiz, siyasetçilerimiz ve teşkilatlar üstüden her xil fitne fasat, böhtan ve kasten ulanın yüz abroyun töküş için bulatkan hücumlar tüpeylidin nurgulluğun faaliyetçi qarindoshlarımızın faaliyetleri toxtab kaldı. Nurgulluğun siyasetçiler bu siyaset meydanından çekinip öz hayatıga band boldu. Bu bir kısım tor yüzde toxtamasdan başkalardan kusur izlep, başkalarını ayıplab, başkalarını hakaretlayotgan kişiler köpüncisi vatan meselesiga, vatan davasıga aralashmaydigan, Xitoyga qarshi turmaydigan, o'zi xizmati bilan yoki o'z tijarati bilan mashg'ul bo'layotgan kishilar. Bu qism kishilar o'zi vatan uchun Alloh yo'lida xizmat qilamsimi, Alloh yo'lida xizmat qilaman deb chiqqan kishilarni, yoshlarni yaxshi jihatlarda qo'llab, rag'batlantirib, ularga ilhom berish kerak edi. Shunda qilgan chaqda oxiratdami Allohga osonroq javob bera oladi. Bu dunyodami yaxshi hayot kechiradi, kishilarning qadriga erishadi. Ammo o'zi hech qanday bir badal to'lamasdan, o'zi hech qanday bir harakat qilmasdan faqat shaxsiy turmushini kechirish uchun harakat qilayotgan bu bir qism kishilar agar normal bir Uyg'ur, normal bir musulmon bo'lgan bo'lsa, bir musulmonning yuz obro'yini to'kish Kəbini yıkıtvatgandimi o'ta xatarlik cho'ng gunoh ekanligini bilgan bo'ladi va bundan qat'iy yiroq turgan bo'ladi. Agar bir musulmon qarindoshining xatoligini ko'rgan bo'lsa, kamchiligini ko'rgan bo'lsa, uni tor yuzda yeyib, uningga darhol ulumsiz nachar uchurlarni tor yuzda hamma odam ko'rdigan yerda yezishdan avval o qarindoshini ma'lum bir choyxonaga taklif qilish orqali yoki tomoq taklif qilish orqali, eng bo'lmaganda bevosita telefon qilish orqali qarindoshim, yaxshi ish qilyapsiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Irodangizga ofirin. Siz bu ma'lum masalani mandara xato qilyapsiz. Mushuni tuzib olgan bo'lsangiz, texim yaxshi bo'ladi. Texim Alloh sizdan rozi bo'ladi. Texim cho'ng ishlarni vujudga chiqara oladingiz deb chiroyliqcha uningga tuzish kirgizish bu Alloh yo'lidagi yaxshi yo'lda menayotgan musulmonning xislati edi. Agar bir kishi jamoatchilikning oldida, jamoatchilik ko'rdigan, biladigan yerlarda qalaymagan boshqalarga hujum qilsa, uning yuz obro'yiga daxl tegadigan, uningga haqorat qilgan so'zlarni xotirjam holatda hech Allohdan qo'rqmasdan yozayotgan bo'lsa, bu kishi cho'qim Alloh tarafidan qalblari, ko'zlari, og'izlari pichatlib etilgan, yaxshilik yor bermaydigan, faqat nacharliklar to'kilgan nachar insonlardan yoki xoin jasuslardan. Agar tor yuzliki bu hujumlar davomlashadigan bo'lsa, davomli shaklda bularning boshqa ishi yo'q, rasm tushishdan boshqani bilmaydi, namoyishning foydasi yo'q. Bular bu deganga o'xshash davomli boshqalarni maysanlanadigan so'zlarni qilsa, davomli shaklda bu siyosat bilan shug'ullanadigan fidokor qarindoshlarimiz azlab tugab ketib qoladi. Vatan deb chiqadigan kishilar qolmasligi mumkin.
Bunun sebepçisi Xitay tajovuzchilari bo'lmasdan shu nadan jahil kishilar bo'lib qolishi mumkin. Hozir o'tirg'i chiqishdan qo'rqayotgan nurg'unlagan yoshlarimiz Xitoy tajovuzchilarining tahditlaridan, ziyonkashliklaridan qo'rqmaydi, ammo o'z xalqimiz ichidagi bir turkum kishilarning to'xtamasdan ayblab, ularning irodasini sundirib, yuz obro'yini to'kib o'tishdan asrab o'tirg'i chiqolmayotidi, faoliyatlarini davom qilolmayotidi. Va hatto ko'pincha qarindoshlarimiz to'g'ri yuzda bo'libmi Facebookni yuvitib ishlatmaydigan darajaga berib ketdi. Chunki Facebook ishlatsa davomli shaklda qalaymagan gap so'z, insonning irodasini buzadigan, axloqiga ta'sir etadigan gap so'zlar jiq bo'lganligi uchun ruhiy kayfiyatiga ta'sir etib, kundalik turmushiga ta'sir etib, o'z oilasida bir-biri bilan urushtirgan ahvollar ko'p chiqayotganligi uchun sotsial medialarda, yana ommaviy uchur vositalaridagi qalaymagan so'zlarni qochadigan, ishlatmaydigan bo'lib ketdi. Shuning uchun o'zini musulmon deydigan, o'zini vatansuvar Uyg'urman deydigan qarindoshlarimiz agar to'g'ri yuzida WhatsApp to'plarida, Facebook sahifalarida birisini ayblashdan burun cho'qim 10 qatim, 15 qatim o'ylanib, buning shu qarindoshimizga bo'lgan ta'sirini, shuni ko'rguvchilarga bo'lgan ta'sirini taroziga tortib etgandan keyin ondan yezishini umid qilaman. Mening mushu Xitoy tajovuzchilariga qarshi bir necha yillik ilib borgan tajribamga qarata Allah yo'lida Xitoy tajovuzchilariga qarshi turaman deb o'tirg'i chiqayotgan, bedel to'layman deyotgan, o'zining vaqtini mushu ishga sarf qilayotgan, o'zining iqtisodini mushu ishga sarf qilayotgan kishilarimizning davomli shaklda chiqib turishi bizga bu nihoyat foydali. Ammo ayblashlarning ko'pligi sababidan bu karvon, bu yo'l uzilib qolsa, Xitoy tajovuzchilariga qarshi turadigan faoliyatchilar azlab ketsa, erkaklarimiz va qizlarimiz bu yo'lga chiqolmasa, hech kim namoyish qilmaydigan, faoliyatlarni ilib bormaydigan, boshqa siyosatchilarning ko'rish orqali siyosiy partiyalar bo'lsin, davlat cho'lponlar bo'lsin, ular bilan ko'rish orqali ularga Sharqiy Turkiston davosini, Xitoy tajovuzchilarining zulmini, qirg'inchiligini va qotilligini, butun dunyoga dushman ekanligini anglatmasa, hamma Uyg'urlar bo'libmi yoshlarimiz assimilyatsiya bo'lib, o'zi yashayotgan davlatlardagi millatlarga aralashib, dardlari shularga o'xshash bo'lib ketadigan, orzu-g'oyalari shularga o'xshash bo'lib ketadigan, vatan xalqini o'ylamaydigan bo'lib ketsa, bu chog'da Sharqiy Turkiston davosimi tugaydi, Uyg'ur degan millatni tugab ketadi. Bu biz uchun nihoyat xatarlik. Agar shu to'g'ri yuzida har kunda boshqa ishi yo'q, davomli shaklda boshqalarni ayblaydigan, qoralaydigan, nachar so'zlarni qilayotgan, olumsiz so'zlarni qilayotgan kishilarimiz haqiqatan so'zlarda samimiy bo'lsa, o'zi yangni turib etib, pushqoqni turib etib, o'tirg'i chiqib, hech bo'lmasa o'zi turayotgan rayonda har kuni namoyish qilsa bo'ladi. Agar oldirash ishlayotgan bo'lsa, tijorati bek yaxshi bo'lgan bo'lsa, shu yaxshi ishni qilayotgan kishilarga iqtisodiy jihatdan, moddiy jihatdan yordam berib, ularni qo'llasa bo'ladi. Qo'llab turib, undan keyin qo'llagan kishiga telefon qilish orqali, ular bilan ko'rish orqali o'z fikrini o'tirib qo'ya oladi. Va yoki ba'zi texnik masalalarda ish qila oladigan qarindoshlarimiz bo'lsa, o'tirib chiqib ish qilayotgan qarindoshlarimizni texnik jihatdan va boshqa jihatdan o'z vaqtini sarf qilib, qo'llab yana turish orqali yana turg'uchining hisob kitobini so'rab, uning o'z fikrini yetkazsa bo'ladi. Balkim fikr qiluvchining fikri xato bo'lishi mumkin, balkim qilg'uchining xatoligi bo'lishi mumkin. Ikkala jihatda o'z fikrini yetkazish, chiroyliqcha yetkazish yaxshi oqibat, yaxshi natija keltirib chiqaradi. Ammo hech bir jihatdan hech kimni qo'llamay turib, faqatla og'rinish, faqatla dardolash, faqatla haqorat qilgan ish bo'lsa, buning hech kimga hech qanday foydasi bo'lmaydi. Oxiratda va dunyoda uning ziyoni bo'ladi. Oxiratda qilgan har bir so'zlari uchun hisob berish uchun qiynalgan bo'lsa, dunyodami nurg'ulg'an yaxshi kishilar tarafidan bu mushundaq davomli qalaymaganlik gap qilgan, nacharlik gap qilgan, boshqalarni to'xtamay ayiblaydigan odam boshqa ish yo'q deb kishilar o'ziga yaqinlashtirmaydi, aralashmaydi, atrofida do'stim qolmaydi. Mening bu so'zlarni sizlarga qilishimga sabab bo'lgan masala, yaqinqi bir necha kun avval o'z YouTube kanalimizda bo'libmi yoshlarimizga xitob qilib turib, vatan uchun kurash qilishni xohlaydigan, siyosatga qiziqadigan va yoki axborot sohasiga qiziqadigan qarindoshlarimizning, bo'libmi yoshlarimizning biz bilan hamkorlashishiga chaqiriq qilgan edik. İmkoniyatlarimizdan xolis shaklda foydalanish uchun bir chaqiriq qilgan edik. Xohlagan yosh qarindoshlarimizning o'zimiz yashayotgan rayondagi, Turkiyadagi siyosiy partiyaning liderlari bilan, raislari bilan birlikda ko'rishish, ulardan ma'lum bir siyosiy masalalarni, yana qalbida ko'nglida tushunmayotgan, tushunishni xohlaydigan
siyasi meseleler hakkında sorulgan suallarınızlar bolsa, birlikte ular bilen görüşüp ularni ziyorat qilish orqali savollarni so'rash ve cevap ilish. Şu orqali bularni videoga ilib Türkiye'de qiziq nuqta bo'lish, ya'ni Sharqiy Turkiston masalasining Uyg'urlarning Turkiyada qiziq nuqta bo'lishiga bir sabab bo'lish, ham qarindoshlarimizning siyosiy saviyasini yuqori ko'tarish uchun bir imkoniyat bor. Bu imkoniyatdan foydalanaylik degan edik. Undan keyin Türkçe ve Uyg'urcha qisqa film ishlashni xohlaydigan yoki sokak röportajı deb ataladigan Türkiye'deki ko'chalarda insonlardan har xil savollarni so'rash orqali ba'zi masalalarni yetkazish orqali bu fikrlarni video qilib tarqatadigan bu xizmatmi bor. Buni har xil shaklda qilishni xohlaydigan qarindoshlarimizga to'liq imkoniyatlarimiz bor. Bundan xolis shaklda foydalanaylik degan edik. Ondan keyin Uyg'ur jamiyatidagi Uyg'urlar orasidagi siyosiy rahbar, siyosiy tashkilot rahbarlaridan, siyosatchilardan va faoliyatchilardan, ondan boshqa oqsoqollardan va diniy ustozlardan yoshlarimizning, boshqa qarindoshlarimizning so'raydigan savollari bo'lsa va yoki ularga qarshi fikri, noroziliklari bo'lib qolsa, bularni birlikda so'rash, birlikda fikr qilish va birlikda suhbat o'tkazish. Mayli kamera oldida, mayli kamera orqasida munozara ilib berish shaklda faoliyatlarimiz bor. Onundan başqa biz o'ylamagan yangi qilishga tegishli faoliyatlar va xizmatlar bo'lsa, birlikda hamkorlashaylik deb bir chaqiriq chiqargan edik. Afsuski bu ishga qiziqadigan nurg'unlagan yoshlarimiz chiqmadi. Mana mushunchalar imkoniyatlar, mushunchalar sharoitlar, mushunchalar osonliklar tursimi, Xitoy tajovuzchilariga qarshi harakatga otlanadigan to'p-to'p qarindoshlarimiz chiqmay qoldi. Bunun sebeplari nima? Bunun sebeplari to'g'ri yuzidagi o'sha qalaymagan gap so'z qilgan kishilardan qo'rqishmi va uningdan boshqa özümüzge tayyor bo'lib qilish, ujmi pesh og'zimga cho'sh deb o'ltiradigan bo'lib qilishmi? Bu karvonning, ya'ni tajovuzchi Xitoylarga qarshi kurashning to'xtab qilish xatiridan bishorat beryapti. Bu masalalar haqida yaxshi o'ylanaylik va boshqa qarindoshlarimizning mushu xil shaklda yoshlarimizga, bo'libmi Xitoy tajovuzchilarga qarshi o'tirg'i chiqaman deyotgan har xil sohadagi qarindoshlarimizni har jihatdan qo'llab-quvvatlab, hech bo'lmasa ularni rag'batlantiradigan, texmi rohat holatda, texmi xotirjam holatda o'tirg'i chiqib xizmat qila oladigan bir jamiyatni, bir sharoitni hozirlashga tirishaylik. Yaxshi duolarda doim eslab turgaysizlar. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.